SQL Connection Builder klassidan hamda SQL Data Adapter va datasetlardan foydalanishni o'rganamiz. Bu oddiy dasturchi Northwind bazasidagi employees, ya'ni xodimlar jadvali bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Asosiy oynani kodini ko'radigan bo'lsak, oynada data grid va bir qancha text boxlar joylashtirilgan. Ular yordamida employees jadvalidagi xodimlar haqidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi va boshqariladi. Keling, dasturni ishlatib ko'ramiz. Jadvalda xodim haqidagi ba'zi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Jadvalning ostida yangi o'zgartirish va o'chirish tugmalari joylashtirilgan. Yangi tugmani bossak, oyna ostidagi text boxlar ochilib, yangi xodimni kiritish mumkin bo'ladi. Shunda saqlash tugmasini bosib, yangi xodim jadvalga qo'shib qo'yiladi. Buni ko'rib turibmiz. Jadvaldagi xodimlar haqida ma'lumotni o'zgartirishlik uchun jadvaldan o'sha xodimni tanlab turib, o'zgartirish tugmasini bosamiz. Shunda yana text boxlar ochiladi. Unga o'zgartirish kiritib, saqlash tugmasini bossak, o'zgartirish saqlab qo'yiladi. Agarda o'zgartirish noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, rekord tugmasini bosamiz va o'zgartirish jadvalda saqlanmaydi. Mana shunday oddiy dasturchi. Endi keling, dastur qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Dasturning XAML kodiga e'tibor beramiz. Ko'rib turganimizdek, main window XAML oynamizning loaded xossasiga mWindow loaded metodi belgilab qo'yilgan. Ya'ni oyna xotiraga yuklanish hodisasi ro'y berganda mWindow loaded metodidagi kod bajariladi. Bu metodga o'tamiz. Buning uchun oynaga o'ng tugmani bosib, view kodni bossak ham bo'ladi. Ro'yxatdan mWindow loaded metodini topamiz. Demak, oyna yuklangan vaqtda employees DAO klassiga mansub bo'lgan yangi empDAO obyekti e'lon qilinmoqda va data gridimizning data context xossasiga ushbu empDAO obyektining getEmployees metodini bajarilish natijasi qiymat qilib berilmoqda. Dga xodimlar bu data grid, ya'ni oynadagi joylashgan jadval data grid deb ataladi. O'ng tugmani bosib, view dizaynerni bossak, yana XAML kodga qaytamiz. Ko'rib turganimizdek, ushbu belgilangan jadval data grid turidagi jadval hisoblanadi. Uning nomi dga xodimlar deb nomlangan. Demak, data gridning data context xossasiga empDAO obyektining getEmployees metodini bajarilish natijasi qiymat qilib berilmoqda. WPF va Silverlight turidagi dasturlarda framework element klassidan voris bo'lgan har qaysi elementning data context xossasi bo'ladi. Data context xossasi binding jarayonida ishlatiladi. Binding bog'lashlik ma'nosini bildiradi. Binding natijasida element yoki xossalarning o'rtasida bog'liqlik hosil bo'ladi. Binding bir tarafli yoki ikki tarafli bo'lishi mumkin. Bir tarafli bindingda bog'liqlik faqat ma'lumotni manbasidan uning iste'molchisi tomon tarafiga yo'naltirilgan bo'ladi. Ikki tarafli bindingda esa iste'molchi tarafdagi o'zgartirishlar ham manba tarafga yetkaziladi. Bu darsimizda binding haqida ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. U bilan alohida WPF ga bag'ishlangan darsimizda batafsil tanishib chiqamiz. Hozircha esa faqat data grid ham, pastdagi text boxlar ham ma'lumotlar bilan binding yordamida ishlashni bilib olishingizni o'zi kifoya qiladi. Data grid binding yordamida dataset obyekti bilan bog'lanadi. Text boxlar esa binding orqali data gridning ma'lum ustunlariga bog'lab qo'yilgan. Data gridni XAML kodiga
e'tibor beramiz. Ko'rib turganimizdek, data gridning ustunlari datagrid.columns elementi ichida joylashtirilgan. Har bir ustun data grid text kolumni bilan boshlangan. Ustunlar ID, ism, sharif, manzil va lavozim ustunlari. Har bir ustun bu alohida element. Har bir ustunning binding xossasi yordamida bu ma'lumotlar manbaining qaysi ustuni bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Demak, ko'rib turganimizdek binding deb qo'sh tirnoqlar ichida binding path barobar ustunning nomi deb yozilgan. Header xossasida esa ushbu ustunning o'zini nomlanishi belgilangan, ya'ni ko'rsatilish nomi. Is-read-only yordamida bu ustun faqat o'qish uchun ekanligi belgilanadi. Ya'ni agarda u true qilib belgilangan bo'lsa, foydalanuvchi ustundagi ma'lumotlarni o'zgartira olmaydi. Data gridning o'zini kodiga e'tibor beramiz. Item source xossasi yordamida yuqorida joylashgan elementning yoki ajdod elementning o'z avlodlariga qo'llanuvchi ma'lumotlar manbai ko'rsatiladi. Bizning holatda ham item source xossasi yordamida data gridning ichida joylashgan ustunlar uchun ma'lumotlar manbai belgilanmoqda. Ya'ni data gridning o'zi ajdod obyekt hisoblansa, uning ustunlari uning ichki avlod obyektlari hisoblanadi. Demak, item source yordamida data gridning avlod obyektlariga qaysi ma'lumotlar manbaini ishlatilishi ko'rsatiladi. Ko'rib turganimizdek, bu yerda binding class yordamida NorthwindDB ma'lumotlar obyekti to'plami ishlatilmoqda va har bir ustunda esa o'sha ma'lumotlar to'plamidagi ustun nomi yozilgan. Demak, birinchi ustun employee ID ustuniga, ikkinchi ustun first name va shunday holatda har bir ustun o'sha data gridni item source da ko'rsatilgan ma'lumotlar to'plamidagi ustun bilan bog'lab qo'yilgan. Endi kod oynasiga qaytamiz. View kodni bosib. Demak, data gridning o'zini ma'lumotlar manbai bilan bog'lashlik uning data context xossasiga qiymat berish bilan amalga oshiriladi. Bu esa bizda window loaded metodida amalga oshirilmoqda. Imp.dao obyektini getEmployees metodi dataset klassiga mansub bo'lgan obyektni qaytaradi. Dataset esa ma'lumotlar to'plami hisoblanadi va data gridning data context xossasiga aynan o'sha dataset qiymat qilib berilmoqda. Keling, getEmployees metodini ko'rib chiqamiz. Buning uchun uni tanlab turib F12 ni bosamiz. Demak, getEmployees metodi alohida employees.dao.cs faylda joylashgan. Employees.dao bu alohida klass. Baza bilan ishlaydigan har qanday metodlar employees.dao klassiga joylashtirilgan. Demak, getEmployees metodi ko'rib turganimizdek dataset klassiga mansub bo'lgan obyektni qaytarmoqda. Metod ichida SQL connection obyekti yordamida bazaga ulanish hosil qilinadi va ulanish ochiladi. Keyin SQL data adapter klassiga mansub bo'lgan adapter obyekti e'lon qilinib, uning konstruktorida SQL buyruq yozilgan. Bu buyruq employees jadvaldan kerakli ustunlarni oladi va natijani employee ID ustun bo'yicha sortirovka qilib beradi. Undan so'ng adapter obyektining fill metodi chaqirilib, uning yordamida yuqorida e'lon qilingan dataset obyekti ma'lumotlar bilan to'ldirilmoqda. Shuni aytib o'tish lozimki, bitta dataset obyektida bir nechta ma'lumotlarni saqlash mumkin. Masalan, bu yerda barcha ma'lumotlar datasetimizning NorthwindDB to'plamiga yozilmoqda. Masalan, employees jadvaldan olinayotgan ma'lumotlarni employees to'plamiga, products jadvaldan olinayotgan ma'lumotlarni products to'plamiga joylashtirish mumkin. Ya'ni bitta datasetda bir nechta jadvallar joylashgan, data table obyektlari joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham datasetni ma'lumotlar to'plami deb ataladi. Avvalgi loyihadagi data reader bilan esa faqatgina yagona jadval bilan ishlash imkoni mavjud edi. Demak, shunday qilib bu metodni chaqiruvchi kodga dataset qaytariladi va data gridning data context xossasi
datasetning NorthwindDB ma'lumotlar to'plami bilan bog'lab qo'yiladi. Bu yerda yana bir narsaga e'tibor bering. Avvalgi loyihadagi koddan yana bir farqi, bu yerda SQL connectionni e'lon qilinish joyida unga konstruktoriga connection string berib yuborilmoqda. Connection stringni ishlatilishiga e'tibor beramiz. Uni belgilab turib F12 ni bossak, connection string e'lon qilingan joyga kelamiz. Bu yerda connection stringni ishlatilishiga e'tibor bering. Uning qiymati build connection string metodini chaqirib olinmoqda. Avvalgi loyihada baza bilan ulanishlik uchun connection stringni config fayldan olayotgan edik. Yana xuddi mana bu kodga o'xshab config fayldagi kerakli joydan connection string olinayotgan edi. Bu safar esa connection stringni olishlik uchun SQL connection string builder klassidan foydalaniladi. SQL connection string builder klassi nomi aytib turgandek connection string tuzish uchun ishlatiladi. Ushbu build connection string metodi string turidagi qiymatni, ya'ni bazaga ulanishda ishlatiluvchi connection stringni qaytaradi. Build connection string metodini o'rganib chiqamiz. Metodda bir nechta kiruvchi parametrlar mavjud. Bular server adres, db name, username, user password va SQL authentication parametrlari. Ya'ni o'ylab ko'rsak, bular hammasi connection stringdagi parametrlar. Uni chaqirilishida ham har bir parametrning qiymati berib yuborilmoqda. Demak, server adresga localhost, db name ga, ya'ni ma'lumotlar bazasi nomiga Northwind, username, password va SQL autentifikatsiyasi usuli ishlatilishi. False holatda chaqirilsa, bu degani Windows autentifikatsiya usuli ishlatilishini ifodalaydi. Agar true bo'lsa, SQL autentifikatsiya usuli ishlatiladi. Bizning holatda esa SQL autentifikatsiyasi ishlatilmayapti, ya'ni Windows autentifikatsiyasi ishlatilmoqda. Shuning uchun ham username va user password parametrlariga string empty, ya'ni bo'shliq berilmoqda. Metodni o'zini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda SQL connection string builder klassiga mansub bo'lgan builder obyekti e'lon qilinib, builder obyektining data source xossasiga build connection string metodidagi server adres parametrining qiymati, initial catalog xossasiga db name qiymati berilmoqda. Trim metodi yordamida mabodo o'sha parametrlarni oxirida yoki boshida probel qo'yib qo'yilgan bo'lsa, o'sha probellarni olib tashlaydi. Demak, bu yerda if blokida agarda SQL authentication parametri true qilib chaqirilgan bo'lsa, builder obyektining user ID va password xossalariga metodning username va user password qiymatlari berib yuboriladi. Aks holda Windows turidagi autentifikatsiya usuli ishlatiladi va buning uchun integrated security xossasiga true qiymati belgilab qo'yiladi. Ushbu holatda baza bilan bog'lanishlik uchun ushbu dasturni ishlatib yuborgan Windows foydalanuvchisining akkaunti ishlatiladi va metodni oxirida builder obyektining connection string xossasi qaytariladi. Keling endi XAML kodga qaytamiz. Demak, main window XAMLni ochib data grid bilan tanishib oldik. Uni ustunlari bilan ham qanday qilib baza bilan bog'lashni bilib oldik. Demak, data gridni yopib turamiz va ushbu text boxlarni baza bilan qanday bog'langanligini ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, ularning har birini text xossasiga binding ishlatilgan. Element name yordamida u bog'lanayotgan elementning nomi, path yordamida esa data griddagi ustun nomi ko'rsatilgan. Demak, element name dagi xodimlar, ya'ni yuqoridagi xodimlar data gridi. Path esa selected item.first name, ya'ni data gridning ustuni, first name ustuni qilib ko'rsatilgan. Demak, keyingi mode xossasida esa one way ko'rsatilgan, ya'ni bir taraflama bog'liqlik. Mode xossasini bir qancha bog'liqlik ko'rinishlari mavjud. Uni o'chirib barobar yozadigan bo'lsak, ularni bog'lanish usullarini qanday ko'rinishda bo'lishini ko'rib turibmiz. Keling yana employees DAO klassiga qaytamiz. Get employees metodi dataset turidagi obyektni qaytarar edi. Create employee metodi
yangi xodim tuzish uchun ishlatiladi. Ko'rib turganimizdek unda insert buyrug'i ishlatilmoqda. Employees jadvaliga ushbu parametrlarda berilgan qiymatlarni kiritib qo'yilmoqda. Demak, bu yerda send buyrug'ining execute non-query metodi chaqirilib, uning natijasi int turidagi qres o'zgaruvchisiga berilmoqda. Demak, undan so'ng baza bilan ulanish yopilib, qres o'zgaruvchisini qiymati tekshirilmoqda. Agarda u 0 dan yuqori bo'lsa, yangi xodim tuzilgan bo'ladi va metodni bajarilishi true holatda qaytariladi. Boshqa metodlar ham xuddi shunday. Delete employee metodida employee jadvalidan xodimni o'chirish uchun buyruq yozilgan. Demak, ko'rsatilgan ID raqamidagi xodim o'chirilmoqda. Har bir metodni ko'radigan bo'lsak, bool turida e'lon qilingan, ya'ni metodni muvaffaqiyatli yoki xatolik bilan bajarilganligini qaytariladi.